Xo'p, bugun men sizga aybdorlik hissi xususida ozgincha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Insonda juda ham ko'p salbiy hissiyotlar bor. Nafrat, g'azab, alam va aybdorlik, qo'rquv. Bu hislarning hammasi insonga faqatgina zarar yetkazishi mumkin. Nafrat odamni o'stirishi mumkin. Qaysidir ma'noda. G'azab alamni o'stirishi mumkin. Alam insonni o'stirishi mumkin. Hali men senga ko'rsatib qo'yaman. Kimdandir qattiq nafratlanganda hali men senga ko'rsatib qo'yaman degan nima bilan nimalargadir erishish mumkin. Alam bilan ham inson erishishi mumkin nimagadir. Lekin insonda shunday chuqur bir hissiyot borki, bu aybdorlik hissi hisoblanadi. Insonda aybdorlik hissi bormi? U cho'kadi pastga. Nuqul uning yelkasidan bosadi o'sha aybdorlik hissi. Na yutuqqa erisha oladi, na maqsadlariga erisha oladi. Hech bir ishni qila olmaydi va o'zini aybdor, gunohkor hisoblaydi. Buning oqibatida inson barcha orzu maqsadlaridan, rejalaridan mosuvo bo'ladi. Aybdorlik hissi bor insonga na muvaffaqiyat, na pul keladi. O'zini ayblagan inson o'zini hech narsaga loyiq ko'ra olmaydi. Men noloyiqman, men loyiq emasman qabilida harakat qiladi. Va loyiqlik hissi bo'lmaganda insonda unga o'zini loyiq ko'radigan, uni shod etadigan, uni xursand qiladigan hech qanday bir jarayon, hech qanday bir vaziyat uning hayotiga kirib kelmaydi. Chunki u aybdorman, gunohkorman hissiyotida yashaydi va butun umr o'zini ayblab kechira olmasdan o'tadi. Agar ushbu hissiyotini o'zi qabul qilib, bu unga shunchaki dars bo'lganini anglab, bundan keyin qanday harakat qilishligini tushunmaganida inson butun umri shu aybdorlik hamda gunohkorlik hislari bilan o'tib ketadi.